10 oylik Abubakir patsientimiz mikrosefaliya diagnozi bilan kelgan. Oyisi kelganingizda qanaqa shikoyatlar bor edi? Hozir qanaqa natijalar oldingiz? Kelganimizda shu bosh aylanasi kichkina ancha Necha chuqur edi? edi. 35. 35 bosh aylana. Aha. Kelganimizda shu mana endi 4 kurs lecheniya oldik. Nimalar qilyapti bolangiz? Ancha yaxshi, gapga tushunadi, odam taniydi. Qarsak chol desa aytganimiz qiladi, salom ber desa salom beradi. O'tiryapti, asta-asta dumalayapti, hali emaklamayapti, dumalayapti. Ovozlari-chi? Ancha. Ha, gu o'qib har xilcha ovozlar chiqaradi, harflar qilib. Ovqat yeyishga harakat qiladi, qoshiqlarini ushlab, narsalarni ushlab. Молодец. Qo'llarini ochmasdi, uncha harakati yo'q edi. Hozir yaxshi qo'llarini ochib ushlab o'z narsalarini. Bosh aylanasi ham ancha to'lib, orqa oldilari to'lib Ustida. o'syapti. Mana shu peshonasi pachoq edi, ichkariga kirgan. Mana mikrosefaliya. Hozir bosh aylanasi 35 bosh aylana bilan kelgan bola. Hozir mana o'lchaymiz bosh aylanasini. 41 mana. Всё. 41 o'sha bosh aylanasi. Har doim bor, yaxshi davolansa, bolani o'sha nogironlikdan ancha saqlab qolsa bo'ladi.